Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Bekxan. Bugungi videomizda sizlar bilan addachi ushlashni o'rganib chiqamiz. Albatta 3x, 4x, 6x addachi ushlash va настройка to'g'ri чувствительность qilishni o'rganib chiqamiz. Ichimizda hali ham addachi ushlashni bilmaydiganlar bor ekan. Mayli, buni hech qisi yo'q. Bugun biz sizlar bilan bu narsani to'g'raymiz. Emasa biz videoni boshladik. Xo'sh, addachani qanday ushlash kerak? Zajimni qanday to'g'ri qilib ushlash mumkin? Xo'sh, hammasini mana shu videoda javobini topasiz. Addachani to'g'ri ushlash uchun birinchi o'rinda biz чувствительностьni to'g'rilab olishimiz kerak. Maksimal darajada cho'tka qilib. Hammasini men bugun videoda hammasini o'rgatib o'taman. Zajimni to'g'ri qilish uchun to'g'ri otishish yo'llarini o'rganish kerak. Buni ham sizlarga hozir o'rgatib o'tib ketaman. Xo'sh, bizga keyingi kerak bo'ladigan narsa bu raskladka. Raskladkani ham to'g'ri qilishimiz kerak. Обязательно to'g'risini oldiga nimalar qo'yilishi hammasini men sizlarga hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Bizga kerakli hamma narsani mana shu joydan olamiz. Mana sizlarga bir ko'rsatib o'tib ketaman. Bu raskladka deyiladi. Ko'ringlar. Xuddi shu narsalarning hammasini biz 406 ga terib olamiz. Xo'p, mana endi men sizlarga bu tepalikka borib ko'rsatib beraman. Xo'sh, mana meni addachalarim ko'rishinglar mumkin. 3x dan boshlab mana sizlarga otib ko'rsatib beraman. Xo'sh, mana 3x ko'rib oldinglar. Endi mana 4x ham ko'rishinglar mumkin. Просто bomba. Xo'sh, mana 4x ham ko'rib turganingizdek bomba. Endi mana 6x ham ko'rishinglar mumkin. Yorib o'rganman, короче. Sizlarda ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, buni hozir hammasini to'g'rilaymiz. Men sizlarga hozir 3x, 4x, 6x hammasini to'g'rilab, чувствительностьni qanday qilish kerakligini hammasini ko'rsatib o'taman. Xo'sh, addachani to'g'rilashga ham yetib keldik mana. Birinchi bo'lib sizlarga hozir men 3x ni to'g'rilashni o'rgataman. Mana 3x ko'rib turibsizlar zo'rligini. Ana endi настройкаdan qanday qilinganligini ko'rsataman. Xo'sh, sezuvchanlikka kiramiz. Bu yerda mana 3x ko'rganlaringdek menda 11 turibdi. Agar sizlar telefonlaringiz slabey bo'lsa, shunga qarab qo'shib kamaytirishinglar mumkin. Telegramda yozsalaring o'zim telefoningizlarga kirib qilib berishim mumkin. Mana 3x xo'sh, birinchisi masalan sizlar 14 ga yokida 15 ga qo'yib oling. Menda 11 turadi. Xo'sh, pastdagisi обязательно sizlarda mana shu narsa yoniq tursin. Menda ham yoniq. Buni ham mana 3x ko'rib turganingizdek 11 mana ko'rib turganingizdek 11 turibdi. Agar sizlarda bo'lsa 14 qo'yib olasizlar. Xo'sh, giroskopga o'tadigan bo'lsak, giroskop 200. Agar sizlarga ham mana qiladigan bo'lsa, shunga qarab kamaytirib tushirishinglar mumkin. Mana endi 3x ko'rib turibsizlar. Qanaqa zo'rligini, qanaqa o'q cho'tka tegayotganligini. Xo'sh, mana 3x ham ko'rib oldik. Endi 4x qilishni o'rgatib o'taman. Mana 4x imizni ko'rib turganingizdek 15 qilganman. Sizlar xohlasanglar 20, shuni telefoningizga qarab tushirib ko'tarishinglar mumkin. Mana men hozir o'zim чувствительный ko'rsatib o'tib ketaman. O'zingizlarga qo'yib, ko'paytirib, otib ko'rib, kamaytirib shunaqa ko'rishinglar mumkin. Mana чувствительный hozir sizlarga chiqarib ko'rsataman. Bemalol ko'chirib, qilib o'ynab ko'rishinglar mumkin. Masalan, mana 4x imiz 150 giroskop, tagidagisi ham 150. Mana endi o'yinda ko'rishinglar mumkin qanaqa zalyot zo'rligini. Sizlar uchun eng zo'r zajim qilish uslubini o'rgatib o'tib ketaman. Xuddi mana shunday pritselda uchib turgan joyga otsanglar, kallasiga tegadi o'q. Обязательно mana shu esingizda qolsin. Shunda oyog'ini o'rtasiga otsanglar, kallasiga tegadi. Qo'pol qilib aytganda, shoshonchasiga. Xo'sh, boya 6x ko'rdinglar, qanaqa yomonligini addachani. Hozir mana shu yerda ham shunday turibdi. 6x ni umuman men обязательно sizlar uchun to'g'rilab beraman deb umuman teginmaganman. Mana hozir ko'rishinglar mumkin qanday to'g'rilashimni. Xo'sh, mana 6x ni 15 ga qo'ydim, bunisini ham 15 ga qo'ydim. Endi mana giroskopga o'tadigan bo'lsak,
Giroskopga o'tamizda, masalan 60 ta turibdi. Masalan tushiramiz, 55 ga qo'yamiz. Например, qo'yishimiz shart. Qilib ko'rishimiz kerak. Mana 55 ga qo'ydik, mana endi otib ko'ramiz. Xo'sh, mana salgina bir 50% ga yaxshilandi. Bilinayotgan bo'lsa, 50% ga yaxshilandi. Xo'sh, mana yana bir qilib ko'ramiz hozir. Mana настройкаga kiramiz. Xo'sh, mana endi настройкаga kirib oldik. Endi bunisini vashi bomba qilib qilaman. Buning uchun menga ozgina vaqt beringlar. Qani ketdik. Xo'sh, mana 6x ham qilib oldik. Endi prosta tomosha qilinglar. Bomba-yu, ko'ryapsizlarmi? Prosta bomba. O'qitib tegishini ko'ryapsizlarmi? Hamma narsa чувствительностьga bog'liqligini mana yana bir isboti. Va to'g'ri otish kerak. Aytganimdek, o'sha pasiga otsanglar, kallasiga tegadi. Ko'rib turganingizdek, mana 6x ham hammasini qilib ko'rsatdim. Addachilar prosta bomba. Uzoq masofaga mana mazza qilib otsanglar bo'ladi. Klassik matchlarda bemalol 6x ham o'ynasanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek 6x. Xo'sh, video yoqqan bo'lsa, sizlarga foydaliroq video bo'lgan bo'lsa, bitta like va bitta obunani bosib qo'yinglar. Sizlar bilan har doimgidek Bekxam bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.